Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Biz uzoq yaqindan kuzatib borayotgan qadrdonlar. O'tgan safargi videomizda shu bir hafta oldin chiqaruvdik. Telegramga, YouTube'ga 50% skidka deb chiqaruvdik. Yuklarimiz shu yuklarni mana Isuzu'ga yuklayapmiz. Bugungi kun sanamizga 8-mart shanba kunida turibmiz. Mana chiqarayotgan holatlarimiz. Gulistonlik klientimiz ko'rib aloqaga chiqib oldilar. Chiroyli qilib kelishtirib berdi o'sha 50% skidkada aytilgan narxlarda. O'sha videomizni ko'rib zakaz qilishdi, zakazlarga qarab chiroyli qilib bitkazib beryapmiz. Ozgina holat mana. Qolmadi pashti. Mana shular qoldi. Nasib ekan ko'pchilik telefon qildi. Mana shu holamiz aloqaga chiqdilar. Shu shunga nasib ekan shu shum oldilar. Gulistonga. Shu biz manzilimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Kimga shunaqangi chiroyli yuklar zaril bo'lsa ham ikkilanmasdan aloqaga chiqaverasizlar shu pastdagi nomerlarga. Videomizga chiroyli like bosib qo'yasizlar aziz qadrdonlar. O'ng tomon podpisatsiya knopkasini bossalaringiz, obuna bo'lasizlar. Biz shunaqa kiritib borayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib, chiroyli ko'rib turasizlar. Ma'qul bo'lsa zakaz qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab, vodiy bo'ylab xudo xolasa yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Behijolat. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda vodiy bo'ylab 10 million, 15 milliondan yuqori bo'lgan savdoga 100% dastavka bepul bo'ladi. Mana holat. Mana endi yuklab oldik. Bunisini ikkinchi mashinamizga endi ishxonamizdan yuklaymiz. Bu kami mana. Kami qo'ygani, ortib qo'ygani kamashini to'ldirib beramiz endi toshqa Isuzu'ga. 410 ta narsamiz ortib qoldi mana bitta katta Isuzu'ga. Mana shuncha narsa ortib qoldi. Shuncha narsa kirib ketdi. Endi kuzatib borsalaringiz, vassali yuklaymiz. Qo'yganini yuklaymiz. Xohlasa kimga zarur bo'lsa yuklarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Mana ikkinchi 5 tonnalik Isuzu'miz. Bir boshdan yuklanaveradi, bir boshdan. To'rlarga, to'rt to'sinlar. Shu 410 ta narsadan ortib qoldi shu. Ortgan qo'ygani lagalar, mayda shuda narsalar ortdi. Endi xohlasa nasib qilsa vassi yuklaymiz. Mana vassalarimizni yuklayapmiz. Oxirgi mashinamiz mana.
Yuklarimiz payoniga yetdi mana. Kimga shunaqangi chiroyli yuklar zaril bo'lsa ham masofadan turib kelamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh bitirib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. O'sha 50% skidga chiqargan yukimizga qo'shib vassa ham yukladik mana. Yukimiz tugadi, xudo xolasa. Yaxshi dam olinglar, yurtdoshlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunda yana shunaqangi chiroyli yuklar bilan yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.